Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizlarga pensionerlar uchun juda muhim bo'lgan masalani tushuntirib beraman. Ayrim holatlarda pensionerlarga ushlab qolingan yoki noto'g'ri hisoblangan pullar qaytarilishi mumkin. Bu gap shunchaki mish-mish emas, lekin shu bilan birga hamma pensionerga avtomatik tarzda pul tarqatiladi deb ham tushunmaslik kerak. Masala juda nozik, kimga qaytariladi, nima uchun qaytariladi, qaysi holatda qaytarilmaydi, qayerga murojaat qilish kerak va qanday hujjatlar kerak bo'ladi. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har birimizning uyimizda ota-onamiz, buvimiz, bobimiz yoki yaqin qarindoshimiz pensioner. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday tushuntirishlar ko'pchilikka pulini, vaqtini va asabini asrab qolishga yordam beradi. Avvalo, men eng muhim narsani oddiy tilda tushuntirib beraman. Pensiya pullari davlat tomonidan belgilangan tartib asosida hisoblanadi. Bu hisob kitobda ish staji, ish haqi, imtiyozli davrlar, nogironlik holati boquvchisini yo'qotganlik, yoshga doir pensiya turi, qo'shimcha ustamalar va boshqa ko'rsatkichlar hisobga olinadi. Lekin amaliyotda ba'zan xatolar bo'lishi mumkin. Masalan, odamning ish staji to'liq kiritilmagan bo'ladi. Arxivdan kelgan ma'lumot noto'g'ri o'qilgan bo'ladi. Biror korxonada ishlagan yillari hisobga olinmay qolgan bo'ladi. Yoki pensiyaga qo'shimcha ustama olish huquqi bo'lsa ham u vaqtida qo'shilmagan bo'ladi. Oldin ko'p pensionerlar bunday holatda pensiya shuncha chiqdi, demak shunaqa ekan deb yuraverardi. Ko'pchilik huquqini talab qilishdan tortinardi. Ayrimlar esa qayerga borishni bilmasdi. Ba'zilar men oddiy odamman, baribir hech narsa o'zgarmaydi deb o'ylardi. Lekin hozir vaziyat boshqacha. Raqamlashtirish kuchaydi, arxiv ma'lumotlarini tekshirish imkoniyati kengaydi. Davlat xizmatlari orqali murojaat qilish osonlashdi. Eng asosiysi, pensioner o'z pensiyasi qanday hisoblanganini so'rashga va xato bo'lsa qayta hisoblatishga haqli. Bu yerda pullar qaytariladi deganda nimani tushunish kerak? Agar pensiya avval noto'g'ri, ya'ni kam hisoblangan bo'lsa, vakolatli organlar qayta hisob kitob qiladi. Natijada pensionerga oldingi davr uchun to'lamay qolgan farq puli berilishi mumkin. Masalan, odam o'yga 2 million so'm pensiya olib kelgan. Lekin tekshiruvdan keyin aslida 2 million 300 ming so'm olishi kerakligi aniqlansa, farq 300 ming so'm bo'ladi. Agar bu xato bir necha oy yoki qonunda belgilangan muddat davomida davom etgan bo'lsa, o'sha davr uchun farq hisoblab chiqilishi mumkin. Lekin men bitta narsani aniq aytaman. Bu hamma pensionerga bir xil qo'llanadigan umumiy aksiya emas. Ya'ni hamma pensioner bo'lib ariza yozsa, albatta pul oladi degan gap noto'g'ri. Pul faqat asos bo'lsa, hujjat bo'lsa, qonuniy huquq bo'lsa va hisob kitobda kamchilik aniqlansa qaytariladi. Shuning uchun bugun men sizga kimlar e'tiborli bo'lishi kerak, kimlar ortiqcha xavotir olmasligi kerak, qaysi xatolarga tushmaslik kerak, hammasini tartib bilan tushuntiraman. Birinchi navbatda kimlar o'z pensiyasini qayta tekshirtirish kerak? Men tajribamdan kelib chiqib aytaman. Eng ko'p xatolar ish staji bilan bog'liq bo'ladi. Masalan, odam 35 yil ishlagan bo'lsa, lekin pensiya hujjatlarida o'tgan yil yoki o'tgan yil ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. Nega bunday bo'ladi? Chunki ba'zi eski korxonalar yopilib ketgan, hujjatlar arxivga topshirilgan. Ayrim mehnat daftarchalaridagi yozuvlar xira bo'lib qolgan, tashkilot nomi bir necha marta o'zgargan yoki arxiv ma'lumotida sana noto'g'ri tushgan bo'lishi mumkin. Misol keltiraman. Tasavvur qiling. Ahmad aka 1902 yildan 1904 yilgacha zavodda ishlagan. Bu 12 yil degani. Keyin boshqa tashkilotda yana 20 yil ishlagan. Umumiy staji 32 yil bo'lishi kerak. Lekin pensiyaga chiqishda eski zavod bo'yicha faqat 7 yil tasdiqlangan. Qolgan 5 yil arxivdan topilmagan yoki hisobga olinmagan. Natijada Ahmad akaning pensiyasi kamroq chiqqan. Agar u arxivdan to'liq ma'lumot olib, pensiya bo'limiga taqdim etsa, pensiya qayta hisoblanadi. Agar haqiqatan ham 5 yil staj qo'shilishi kerak bo'lsa, pensiya miqdori oshishi va avval kam to'langan farq puli qaytarilishi mumkin. Ikkinchi toifa, yuqori ish haqi olgan, lekin pensiya hisobida pastroq maosh aks etgan odamlar. Pensiya faqat stajga qarab emas, ma'lum davrdagi ish haqi ko'rsatkichlariga ham bog'liq bo'lishi mumkin. Eski yillarda ishlagan odamlarning maosh ma'lumotlari korxona arxivida saqlanadi. Agar arxivda noto'g'ri ko'rsatkich berilgan bo'lsa yoki maoshning faqat bir qismi hisobga olingan bo'lsa, pensiya kam chiqishi mumkin. Masalan, Saodat opa 1990 yillarda kasalxonada hamshir bo'lib ishlagan. Keyin bo'lim bosh hamshirasi bo'lgan.
Oddiy hamshira sifatidagi maoshi bilan bosh hamshira sifatidagi maoshi bir xil emas. Agar hujjatda faqat oddiy lavozimdagi maosh ko'rsatilgan bo'lsa, bu uning pensiyasiga ta'sir qiladi. Saodat opa ish haqi to'g'risidagi to'liq ma'lumotnomani olib kelib, lavozim o'zgarishi va haqiqiy ish haqi ko'rsatkichlarini tasdiqlasa, qayta hisoblashga asos paydo bo'ladi. 3-toifa imtiyozli sharoitda ishlaganlar. Ayrim kasblarda og'ir, zararli yoki alohida mehnat sharoiti bo'ladi. Bunday ishlar bo'yicha pensiyaga chiqish yoshi staj talabi yoki qo'shimcha hisoblash tartibi boshqacha bo'lishi mumkin. Lekin bu yerda og'zaki gap yetarli emas. Men zararli sexda ishlaganman deyish bilan ish bitmaydi. Lavozim, sex ish turi, buyruqlar, arxiv ma'lumotlari, mehnat daftarchasidagi yozuvlar va tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'ladi. Masalan, bir kishi 10 yil davomida issiq sexda ishlagan, lekin mehnat daftarchasida faqat ishchi deb yozilgan. Agar hujjatlarda aynan qanday sex, qanday sharoit, qanday lavozim bo'lgani ochiq ko'rinmasa, pensiya organi buni imtiyozli staj sifatida tan olmasligi mumkin. Bunday holatda korxona arxivi, buyruqlar nusxasi, ish joyi xarakteristikasi, lavozim yo'riqnomasi kabi hujjatlar hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ladi. 4-toifa. Nogironligi bo'lgan pensionerlar yoki parvarishga muhtoj shaxslar bilan bog'liq ustama olishi mumkin bo'lganlar. Ayrim holatlarda pensiyaga qo'shimcha to'lovlar, ustamalar yoki nafaqalar qo'shilishi mumkin. Lekin odam bu huquqdan xabardor bo'lmasa, ariza bermagan bo'lishi mumkin. Ba'zan hujjat topshirilgan, lekin ma'lumot tizimga o'z vaqtida kiritilmagan bo'ladi. Shuning uchun nogironlik guruhi o'zgargan, tibbiy xulosa yangilangan. Parvarish zarurati yuzaga kelgan holatlarda pensioner o'z to'lovlarini albatta tekshirtirishi kerak. Misol uchun Malika opa yoshga do'yib pensiya oladi. Keyinchalik unga nogironlik guruhi belgilanadi. Agar bu holat pensiya organiga vaqtida kiritilmasa yoki kerakli ustama hisoblanmasa, u bir necha oy davomida kamroq pul olib yurishi mumkin. Keyin hujjatlar to'g'ri taqdim etilsa, ayrim hollarda farq summasi hisoblanadi. Bu yerda asosiy masala huquq qachon paydo bo'lgan, hujjat qachon berilgan, ariza qachon topshirilgan va qonun qay davrdan boshlab to'lashni nazarda tutadi. 5-toifa boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar. Bu holatda ham oiladagi a'zolar soni, bolalarning yoshi, o'qishi, nogironlik holati qaramog'ida bo'lganlik masalasi juda muhim. Agar bir farzand kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, ayrim hollarda huquq davom etishi mumkin. Lekin o'qish haqidagi ma'lumotnoma vaqtida topshirilmasa, to'lov to'xtashi yoki kamroq hisoblanishi mumkin. Keyin hujjatlar topshirilganda vaziyatga qarab qayta ko'rib chiqiladi. Endi kimlar ortiqcha xavotir olmasligi kerak? Agar sizning pensiyangiz yaqinda tayinlangan bo'lsa, barcha hujjatlar elektron tizimda to'liq ko'rinib turgan bo'lsa, ish stajingizda bahsli davr bo'lmasa, qo'shimcha imtiyoz yoki ustama talab qilinmasa, har oy to'lovlaringiz barqaror tushayotgan bo'lsa, demak vahima qilishga asos yo'q. Lekin baribir men har bir pensionerga kamida bir marta pensiya hisob kitobi bo'yicha ma'lumot olib, staj va asosiy ko'rsatkichlarni tekshirib ko'rishni maslahat beraman. Bu oddiy ehtiyotkorlik. Endi eng muhim, ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, pensiya kam hisoblangan bo'lsa ham pul qaysi muddat uchun qaytarilishi masalasi qonun bilan belgilanadi. Odam men 10 yildan beri kam olibman, demak 10 yillik farqni bersin deb o'ylashi mumkin. Lekin amalda hamma holatda ham shunday bo'lavermaydi. Qayta hisoblash qaysi sabab bilan amalga oshirilayotgani, hatto kim tomonidan qilingani, pensioner hujjatni qachon taqdim etgani, organlarda ma'lumot bor yo'qligi kabi omillar muhim. Masalan, agar pensioner yangi hujjatni endi topib kelgan bo'lsa, ayrim holatda pensiya shu hujjat taqdim etilgan sanadan yoki ariza berilgan sanadan qayta hisoblanishi mumkin. Agar xato vakolatli organ tomonidan ilgari bor hujjatni noto'g'ri qo'llash natijasida yuzaga kelgan bo'lsa, unda avvalgi davr uchun farq masalasi boshqacha ko'rilishi mumkin. Shuning uchun har bir vaziyat alohida baholanadi. Ikkinchi nozik jihat, ortiqcha to'langan pul ham bo'lishi mumkin. Bugungi mavzu pensionerlarga pullar qaytariladi degani uchun hamma faqat qo'shimcha pul olishni o'ylaydi. Lekin pensiya hisob kitobi tekshirilganda ba'zan aksincha holat ham chiqadi. Odamga xato sabab ortiqcha pul to'langan bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda davlat organi ortiqcha to'lovni qaytarish masalasini ko'tarishi mumkin. Shuning uchun men har doim aytaman, hujjatlarni tekshirtirish kerak, lekin buni mas'uliyat bilan qilish kerak. Sizning hujjatlaringiz toza, stajingiz aniq, ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa, qo'rqadigan joy yo'q. Ammo eshitdim.
Hammaga pul berarkan deb o'ylamasdan ariza yozish ham to'g'ri emas. 3-nozik jihat. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Mana shu kabi xabarlar chiqqanda ayrim nopok odamlar men pensiyangizni oshirib beraman. Arxivdan hujjat chiqarib beraman. Falon joyda tanishim bor. Oldindan pul bering deb pensionerlarni aldashga urinadi. Men buni qat'iy aytaman. Pensiyani qayta hisoblash rasmiy tartibda amalga oshiriladi. Siz pensiya jamg'armasi bo'limiga, davlat xizmatlari markaziga yoki rasmiy elektron xizmatlarga murojaat qilishingiz kerak. Hech kimga naqd pul berib, hujjatingizni ishonib topshirmang. Ayniqsa pasport, bank kartasi, PIN kod, SMS kod, plastik karta raqami va tasdiqlash kodlarini begona odamlarga bermang. 4-nozik jihat. Mehnat daftarchasidagi yozuv har doim yetarli bo'lmasligi mumkin. Ayrim odamlar daftarchamda yozilgan-ku, yana nima kerak deb hayron bo'ladi. Ha, mehnat daftarchasi asosiy hujjatlardan biri, lekin undagi yozuvni to'liq o'qib bo'lmaydigan, muhri yo'q, sana xato, tashkilotnoma chalkash bo'lsa, qo'shimcha tasdiq talab qilinadi. Ayniqsa eski yillardagi tashkilotlar bo'yicha arxiv ma'lumotnomasi juda muhim. 5-nozik jihat chet elda ishlagan davrlar. Ayrim fuqarolar boshqa davlatlarda ishlagan bo'lishi mumkin. Bu davrlar pensiya hisobiga qanday kiritilishi xalqaro shartnomalar, hujjatlarning tasdiqlanishi va qonunchilikka bog'liq. Har bir chet eldagi ish davri avtomatik qo'shilmaydi. Ish joyi, to'lovlar, rasmiy mehnat munosabatlari, hujjatlarning tarjimasi va tasdiqlanishi kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun bunday holatda oddiy ariza bilan cheklanmasdan mutaxassisdan aniq tartibni so'rash kerak. 6-nozik jihat, merosxo'rlar masalasi. Agar pensioner vafot etgan bo'lsa, uning vaqtda olinmay qolgan pensiya pullari yoki hisoblangan, lekin to'lanmagan summalar bo'yicha yaqinlari murojaat qilishi mumkin bo'lgan holatlar mavjud. Lekin bu ham aniq tartibga ega. Kim murojaat qiladi? Qanday qarindoshlik hujjati kerak? Vafot etganlik guvohnomasi, meros hujjatlari, birga yashaganlik yoki qaramog'ida bo'lganlik kabi holatlar ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Shuning uchun marhum pensionerga ham pul qaytarilar ekan degan gapni ham umumiy tushunmaslik kerak. Har bir ish hujjat bilan isbotlanadi. 7-nozik jihat, bank kartasiga tushmagan yoki pochta orqali olinmagan pullar. Ba'zan pensiya hisoblangan bo'ladi, lekin pensioner uni vaqtida olmagan bo'ladi. Masalan, odam kasalxonada yotgan, boshqa viloyatga ketgan, kartasi bloklangan, pochta orqali olishda muammo bo'lgan. Bunday holatda pul umuman yo'qolib ketdi deb o'ylash noto'g'ri. To'lov qayerda to'xtaganini aniqlash kerak. Pensiya jamg'armasidami, bankdan pochtadami yoki hujjatdagi ma'lumot xatosidami? Har birining yechimi boshqa. 8-nozik jihat. Pensiya miqdorining o'sishi bilan farq puli bir xil narsa emas. Har yili yoki ma'lum davrlarda pensiya indeksatsiya qilinadi, oshiriladi. Bu umumiy oshirish. Qaytariladigan farq esa alohida masala. Avval noto'g'ri kam to'langan bo'lsa, o'sha kam to'langan qism hisoblanadi. Shuning uchun odamlar pensiya oshdi, demak menga ham orqadagi pullar beriladi deb aralashtirmasligi kerak. Endi men sizga aniq harakat rejasini beraman. Birinchi qadam, o'z pensiyangiz bo'yicha ma'lumotni tekshiring. Siz yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilishingiz mumkin. Davlat xizmatlari markazi orqali ham ayrim ma'lumotlarni olish yoki murojaat yuborish mumkin. Elektron xizmatlardan foydalana oladiganlar rasmiy portallar orqali ariza yuborishi mumkin. Muhimi, murojaat rasmiy ro'yxatdan o'tsin. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Ikkinchi qadam, pensiya tayinlanganda hisobga olingan ish staji va ish haqi ma'lumotlarini so'rang. Siz mening pensiyam qanday staj asosida hisoblangan, qaysi yillar kiritilgan, qaysi davrlar kiritilmagan, qaysi maosh ma'lumotlari olingan degan savollarni berishga haqlisiz. Agar sizga tushunarli javob berilmasa, yozma murojaat qiling. Yozma murojaatda familiya, ism, otangizning ismi, tug'ilgan sana, yashash manzili, telefon raqami, pensiya turi va murojaat mazmunini aniq yozing. 3-qadam, hujjatlarni yig'ing. Eng asosiy hujjatlar: pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, mehnat daftarchasi, ish stajini tasdiqlovchi arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar, harbiy xizmat bo'lgan bo'lsa tegishli hujjatlar, ta'lim davri hisobga olinadigan holat bo'lsa diplom yoki o'qish hujjatlari, nogironlik bo'yicha tibbiy ijtimoiy ekspertiza ma'lumotlari, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha o'lim guvohnomasi va qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar. Har bir vaziyatda ro'yxat farq qiladi, lekin asosiy tamoyil bitta. Da'voingizni hujjat bilan tasdiqlang. 4-qadam, arxivga murojaat qiling.
Agar siz ishlagan korxona yopilgan bo'lsa, uning hujjatlari tuman, shahar yoki viloyat arxiviga topshirilgan bo'lishi mumkin. Arxivga murojaat qilganda ish joyining to'liq nomini, taxminiy ishlagan yillaringizni, lavozimingizni, korxona qayerda joylashganini yozing. Masalan, 1995 yildan 1993 yilgacha falon zavodning mexanika sexida chilangar bo'lib ishlaganman deb aniq yozilsa, izlash osonlashadi. Oldin bir joyda ishlaganman degan umumiy gap arxiv uchun yetarli emas. 5-qadam, arizada talabni aniq yozing. Masalan, mening yoshga doir pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Chunki 1990-1995 yillardagi ish stajim pensiya hisobida aks etmagan deb hisoblayman. Mazkur davrni tasdiqlovchi arxiv ma'lumotnomasini ilova qilaman. Qayta hisoblash natijasida to'lanmay qolgan farq summasi mavjud bo'lsa, qonunda belgilangan tartibda to'lab berishingizni so'rayman. Mana shunday yozilsa, murojaat aniq bo'ladi. 6-qadam, javobni kuting va javobni albatta o'qing. Ba'zan odamlar ariza topshiradi. Keyin telefon orqali bo'lmaydi degan gapni eshitib to'xtab qoladi. Rasmiy javobni oling. Agar rad javobi berilsa, unda sabab ko'rsatilishi kerak. Sababni o'qib keyingi harakatni belgilash mumkin. Balki bitta hujjat yetishmayotgandir. Balki arxiv ma'lumoti noto'liqdir. Balki boshqa idoradan tasdiq kerakdir. Rasmiy javobsiz bahslashish qiyin. 7-qadam, rozi bo'lmasangiz yuqori turuvchi tashkilotga yoki sudga murojaat qilish huquqingiz bor. Men darrov sudga yuguring demayman. Avval hujjatlarni to'ldiring, tushuntirish oling, qayta murojaat qiling. Lekin sizda qonuniy asos bo'lsa, rad javobi noto'g'ri deb hisoblasangiz, huquqingizni himoya qilishingiz mumkin. Bunday paytda hujjatlarning nusxasini tartib bilan saqlang. Ariza nusxasi, qabul qilingan sana, javob xati, arxiv ma'lumotnomalari, barcha ilovalar. 8-qadam, oilangizdagi pensiyalarga yordam bering. Ko'p yoshi katta odamlar internetdan foydalanmaydi. Ariza yozishga qiynaladi, idora nomlarini adashtiradi. Siz farzand, nabira yoki qarindosh sifatida ularga yordam bera olasiz. Lekin yordam berayotganda hammasini pensionerning roziligi bilan qiling. Hujjatlarni yo'qotmang. Asl nusxalarni ehtiyot qiling. Kerak bo'lsa faqat nusxa topshiring. Har bir topshirilgan hujjat bo'yicha qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi yoki ro'yxat raqamini oling. Men yana bir amaliy misol aytaman. Bir pensioner 2 million ming so'm pensiya olib yurgan. U 6 yil davomida qishloq xo'jaligi korxonasida ishlagan davri hisobga olinmaganini bilib qoladi. Arxivdan ma'lumotnoma oladi. Unda ishga qabul qilingan sana, bo'shagan sana va lavozimi ko'rsatilgan. Pensiya organi qayta hisob kitob qiladi va pensiyasi 2 million 2 ming so'm bo'lishi kerakligini aniqlaydi. Farq oyiga 1 ming so'm. Agar qonuniy tartib bo'yicha avvalgi ma'lum davr uchun farq to'lanishi belgilansa, bir necha oy yoki ko'proq davr uchun summa yig'ilib pensionerga to'lab beriladi. Bu kichik puldek ko'rinishi mumkin, lekin pensioner uchun dori-darmon, kommunal to'lov yoki oziq-ovqat xarajati katta yordam bo'ladi. Yana bir misol. Bir ayol boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olgan, lekin farzandi kunduzgi ta'limda o'qiyotgani haqidagi ma'lumotnomani vaqtida topshirmagan, to'lov kamaygan yoki to'xtagan. Keyin u o'qish joyidan ma'lumotnoma olib keladi. Bu holatda qaysi kundan boshlab to'lov tiklanishi va oldingi davr uchun pul beriladimi, yo'qmi? Hujjat topshirilgan sana va amaldagi tartibga qarab hal qilinadi. Demak, har yil o'qish ma'lumotnomasi kerak bo'ladigan holatlarda buni kechiktirmaslik juda muhim. Yana bir misol. Pensioner plastik kartasiga pul tushmayotganini aytadi. U darhol pensiyamni kesib tashlashdi deb o'ylaydi. Aslida esa karta muddati tugagan bo'lishi, bank rekvizitlari o'zgargan bo'lishi yoki to'lov boshqa hisobga yo'naltirilmagan bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda avval bankdan hisob holatini tekshirish, keyin pensiya jamg'armasidan to'lov yuborilmaganini aniqlash kerak. Muammo qayerda ekanini bilmasdan turib to'g'ri yechim topib bo'lmaydi. Eng katta xato nimada? Odamlar ko'pincha eshitgan gapiga tayanadi. Qo'shnimga pul qaytarishibdi, demak menga ham qaytarishadi deyishadi. Lekin qo'shningizning ish staji, hujjati, pensiya turi xatolik sababi siznikidan boshqacha bo'lishi mumkin. Shuning uchun har bir pensionerning ishi alohida. Men ekspert sifatida sizga umumiy yo'lni ko'rsataman. Hujjatni tekshiring, asosni aniqlang, rasmiy murojaat qiling, javobni oling, kerak bo'lsa e'tiroz bildiring. Bugungi mavzuning asosiy mazmuni shuki, pensionerlarga pullar qaytarilishi mumkin. Lekin bu faqat qonuniy asos va hujjat bo'lganda amalga oshadi. Eng ko'p uchraydigan sabablar ish stajining to'liq hisobga olinmagani, ish haqi ma'lumotlaridagi xatolar.
imtiyozli davrlarning tan olinmagani, ustama va qo'shimcha to'lovlarning vaqtida qo'shilmagani yoki to'lov tizimidagi texnik muammolardir. Men sizga tavsiya qilaman. Oilangizdagi pensionerlarning hujjatlarini bir marta tartib bilan ko'rib chiqing. Mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, pensiya hisob-kitobi, bank to'lovlari, qo'shimcha huquqlar hammasini tekshiring. Agar shubha bo'lsa, rasmiy murojaat qiling. Og'zaki va'dalarga ishonmang, firibgarlarga pul bermang, SMS kod va karta ma'lumotlarini hech kimga aytmang. Sizningcha, pensionerlar o'z pensiyasini qayta tekshirtirishi osonmi? Yoki bu jarayonda hali ham qiyinchiliklar bormi? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Videoni yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot kimningdir kam to'langan pulini qaytarib olishiga sabab bo'lishi mumkin. Kanalga obuna bo'ling, like bosing. Keyingi videolarda men yana shunday muhim ijtimoiy va huquqiy masalalarni oddiy tilda tushuntirib beraman.